Uyg'ur diyardagi siyosiy bostirish va zo'r ko'lamlik tutqunning irqiy qirg'inchilikqa ko'tarilganligi dastlabki qadamda e'tirof qilinishga boshlagandan buyon Belgiya parlamentimi buningga rasmiy ovoz qo'shdi. 15 iyun kuni Belgiya parlamenti mutlaq ustun ovoz bilan Uyg'urlarning duch kelayotgan realligining insoniyatga qarshi jinoyat hamda og'ir qirg'inchilik ekanligini e'tirof qilib, Uyg'ur qirg'inchiligini rasmiy e'tirof qilgan dunyodagi 6-parlament bo'lib qoldi. Mazkur e'tirof harakati o'z navbatida yana Belgiya parlamentini Xitoy bilan imzolagan jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimini bekor qilishga hamda allaqachon to'xtatilgan Yevropa-Xitoy o'zaro mablag' selish kelishimini qayta qarab chiqish urinishini to'xtatishga chaqirdi. Fransiya Birlashma Agentligining 15-iyundagi xabarda aytilishicha, bu qitimga ovoz berish lager shohidi Qalbinur Sidiq Belgiya parlamentiga qarashli tashqi ishlar komitetining guvohlik yig'inida lagerlar haqida guvohlik bergandan keyin boshlangan. Belgiya parlamentining Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilishidan keyin har qaysi tashkilotlar va hukumatlar buningga o'xshamagan shaklda inkos qaytargan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dulqin Aysa bu qarorni qizg'in olqishlaydiganligini bildirib, bu hol Yevropa ittifoqiga a'zo boshqa davlatlarning bu haqqoniy harakatga ovoz qo'shishiga jonliq ravishda turtki bo'lg'isi degan. Belgiya parlamentining a'zolaridan Samuel Kogalati bu haqda so'z qilib, dunyo hamda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga nimalarni qilayotganligi haqida asta-asta uyqusini ichishga boshladi degan. O'tgan hafta Chex parlamenti 0 ga qarshi 38 ovoz bilan Uyg'urlar irqiy qirg'inchilikka uchrayotdi. Bu insoniyatga qarshi jinoyat degan tarixiy hukmni ma'qullagan edi. Navbatda texnik ko'p davlatlarning bu xildagi qarorlarni ilishi umid qilinmoqda ekan.